Hozir inkubatorimizga bitgan o'zi, faqat bitta chala ish qolib ketgan edi. Buni kalibrovkasi noto'g'ri bo'lgan ekan. Kalibrovkasi qilyapmiz hozir. Hozirga ham bitta termoregulyator qo'yganmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Kalibrovka qanday, nima desanglar, tushunmaganlar uchun mana qaranglar mana. Hozir bu termoregulyator 20 gradus 36% namlik. 20 ga qo'yib qo'yganman. Endi bunisini qaranglar. O'zi aslida ichida 35 gradus. Namlik deyarli bir xil. Namlikda muammo yo'q, lekin issiqlikda 15% ga aldayapti. 15% ga. Iloji bo'lsa, o'zingizlar shunaqa nima qilganda, o'zi asosan bular zavodskoy hammasi o'zi to'g'ri keladi. Lekin shunaqa nimalar bo'lishi mumkin. Har ehtimolga qarshi shunday qilib tekshirib qo'ygan ma'qul. Shunday qilib ikkita kontrollerni solasizlar. Ekon hozir datchiga bir xil joyda, bitta joyda turibdi. Mana hozir bu termoregulyatorda 20% ko'rsatyapti issiqni. Ha, bunda 35%. Hozir mana bu to'g'ri. O tepadagi noto'g'ri aldayapti. Aldab qo'yapti bu. Mana kontrollerlarni kalibrovkasini ham qilib qo'ydik hozir. Xohlasa ikkovi ham sinxron ishlayapti. Mana xohlasa bo'ldi.